Hazreti İsa mundaq dedi. Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. Kichik o'g'li otasiga: "Ata, menga tegishli miroslarni hozirli bagaysiz" debdi. Otasi mol mulklarini 2 o'g'liga bölüp berdi. Bir necha kundan keyin kichik o'g'li o'ziga tekkan mol mulklarni yig'ishtirib, yiroq bir davlatga berib, u yerda mol dunyosini xolig'inicha buzib chechib, aysh ishratlik turmush kechiribdi. Onun puli tugab, beshig'i kun tushganda, dal u yerdimu ig'ir ocharchilik yuz beribdi. Shunga u qo'saq beqish uchun shu yerlik bir kishiga madkor bo'lishga majbur bo'libdi. U kishi uni o'z qo'rig'ida cho'shqi boqtiribdi. U cho'shqiga berilgan purchaq posti bilan qo'sqini to'ydirmoqchi bo'libdi, lekin uni hech kim bermabdi. Keyin u ahliga kelib, atamning madkorlarining hammasining yemak ichmigi eshib turibdi. Men bo'lsam, bu yerda ochlikdan o'lamdiman. O'rnimdan turib, atamning oldiga berib, "Ata, men Xudoning oldidimi, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman. Meni madkorlikqa qabul qilg'aysiz" deyman. Shuning bilan u otasining oldiga qaytib beribdi. Otasi o'g'lini yiroqdan ko'rib, uningga ichi og'rib, oldiga yugurib chiqib, uni chin quchoqlab so'yib ketibdi. "Ata, men Xudoning oldidami, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman" debdi. Biroq otasi chakarlarga: "Darhol eng isil tonni akilib, uningga kiydiringlar, qo'lga uzuk selinglar, putlarga oyoq kiydiringlar. Ondan rosa bodalgan to'poqni akilib so'yinglar. Uni ziyofat qilib kutib olayli. Chunki o'g'lim o'lib tirildi, yo'q qilib tepildi" debdi. Bu chaqda cho'ng o'g'li etizga kelgan ekan. U qaytib kelib etib, uyga yaqin kelganda nag'minavo ovozini anglabdi. U chakarlardan birini chaqirib, uningdan nima ish bo'lganligini so'rabdi. Chakar: "Iningiz qaytib keldi. Dadingiz uning tinch aman qaytib kelganligini ko'rib, bodalgan to'poqni so'ydi. Biroq cho'ng o'g'li intayin xafa bo'lib, uyga kirishni xohlamabdi. Otasi chiqib uni uyga kirishga undabdi. Lekin u otasiga: "Qarang sizni, men sizga shuncha yil quldak ishlab keldim. Buyruqlaringizga xiloflik qilmadim. Siz menga nima berdingiz? El og'inlarim bilan birer qitim o'ynab kulishga, birer o'g'loqmi so'yib berganingiz yo'q-ku. Lekin mol mulklaringizni xohishiga buzib chechib, tugitib qaytib kelgan u o'g'lingizga bodalgan to'poqni so'yibsiz" debdi.
Hey oğlum, sen doim mening yenimda. Mening borlig'im seninki. Lekin sening ining o'lib tirildi. Yo'qolib tepildi. Uni ziyofat qilib kutishimizga tegishlik. Debdi otasi uningga.